Erishning podshohligi yana dengizga tashlanib, har xil baliqlarni tutadigan to'rga o'xshaydi. To'r to'shqanda baliqchilar uni qirg'oqqa tortib chiqaradi. Ondan o'tirib, yaxshi baliqlarni ilg'ib olib, sivatlarga qochilab, nacharlarini tashlab etadi. Qiyomat kunimi shundoq bo'ladi. Farishtalar kelib, yomon kishilarni haqqoniy kishilardan ayiradi va ularni lovlab turgan o'tqa tashlaydi. Ular u yerda hasadda yig'lab, tishlarini g'uchirlatadi. Hazrati Ayşa ulardan, "Bu so'zlarni tushundinglarmi?" deb so'radi. "Tushundik" deb javob berdi ular. Hazrati Ayşa mundaq dedi: "Erishning podshohligi to'g'riliq ta'lim olgan Tavrat ustozi xuddi g'azinisidan konunla emas, balki yangi narsalarni ilib chiqqan xo'jayinga o'xshaydi."